Ramazon oyini boshidan oxirigacha 6 ta viloyatdan primoy reys qo'ygan. Undan tashqari do'stlar maxsus paket hamda shafoat paketini Muhammad Rasul qorakamiz boshchiligida tashkillagan. Eng yaxshi tomoni do'stlar o'z litsenziyasiga ega bo'lgan. Oziq-ovqatlarni o'zbek milliy taomlari qilgan, saharlik iftorliklarda do'stlar o'z o'rniga qo'yib qo'yilgan hamda do'stlar aytib o'tganimdek 6 ta viloyatdan, Vodiydan ham, Toshkentdan ham, Vohadan ham odamlar uchun eng yaqin bo'lgan aeroportlardan do'stlar borda keldi bilet hamda do'stlar qulay sharoitda tashkillab qo'ygan. Aytib o'tganda litsenziyasiga ega bo'lgan Centrum Holidays'da bosh ofisiga yetib kelganmiz. Ramazon oyini boshidan oxirigacha qo'yilgan paketlar haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, buni ichida boshidagi oylarda, fevral oyining oxirigacha bo'lgan sanalardagi narx-navo shart-sharoitlar, Qadr kechasi hayit namoziga qo'yilgan reyslar hamda shafoat paket qanaqa bo'ladi, to'liq ma'lumotini do'stlar inshaalloh sizga berib o'tamiz. Mehnatimizni qadrlagan holda bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'ying hamda videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring do'stlar. Qaysi paketda borgan bo'lardingiz? Ota-onangizga yoki yaqinlaringizga ravo ko'rgan bo'lardingiz? Buni albatta yozib qoldiringlar. Aytib o'tgandek do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Centrum Holidays bosh ofisidan bosh do'stlar narx-navo hamda sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, Ulug'bek aka, birinchi bo'lib so'raladigan narsa, misol hamma ham telefon qilib operatorlardan so'rashayotgan bo'lsa kerak, sharoit, narx-navo, undan tashqari Qadr kechasiga nech pul bo'lyapti? Biz Qadr kechasiga bormoqchimiz degan savol ko'p bo'lsa kerak, adashmasam. Bir boshdan ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, bir boshdan ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi reyslarimizni sanab o'tib ketamiz. Reyslarimiz 6 viloyatdan reyslar qo'yganmiz O'zbekiston bo'yicha, keyin Tojikiston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar, Rossiya Federatsiyasidan kelib ketaman deganlar uchun ham qulay bo'ladi. O'zlariga qaysi viloyatdan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'onadan, Andijon, Namangandan bordi keldi primoy reyslarimiz qo'yilgan, ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga. Xo'p, standart paketlarimiz fevral oyiga primoy Madinaga bo'lsa, 6 viloyat bo'yicha $1150, primoy Jiddasi bo'lsa $1100 dan narxlarimiz qo'yilgan. Bu fevral oyiga bo'ladi. Mart oyiga narxlarimiz bo'lsa, 1-2 martlarga $1250, $1300 atrofida narxlarimiz chiqqan. Qadr kechadan o'qib qaytib keladiganlarni, Qadr kechasini hayit namozlarini o'shda o'qib, keyin xotirjam kelaman deganlar uchun 5-dan boshlab, 5-martdan boshlab 11-martgacha bo'lgan narxlarimiz $1400 dan O'zbekiston bo'yicha $1400 dan narxlarimiz chiqqan. Xo'p, shafoat paketimiz Namangandan bo'ladi. Muhammad Rasul domlamiz o'zlari billa borib, o'zlari billa kelishadi. 8 kun Madina Munavvara, 6 kun Makka mukarramada o'linadi. Shafoat paketimizda Madina Munavvarada 40 farz o'qiladi. Ya'ni 8 kunda 40 farzda o'qiladi. 6 kun Madina Munavvarada o'linadi, Makka mukarramada o'linadi. Domla bilan billa borib, billa kelishadi. U $1500 narxlarimiz, aksiya narximizda faqat sanoqli joylarimiz qolgan bu domlalar reyslarida. Ya'ni shunda 8 kun Madina Munavvarada 6 kun Makka mukarramada. $1500. Lekin narx yomon emas, chunki do'stlar borib kelgan insonlar yaxshi biladi, Madina Munavvaradagi gastinisalarda narx-navosi juda qimmat bo'ladi. Xo'p, aka, undan tashqari qarang, misol mana standart paket deyilyapti. Standart paket o'zi qanaqa bo'ladi? Yeb ichishi, misol uni ichiga kirgizilgan narsalar, gastinisani uzunligi, chunki baribir Ramazon oyida odam ko'p. Misol avtobuslar qo'yilgan bo'ladi, baribir ko'pchilik piyoda boradi. Misol siz ham borgansiz aka, men ham borganman, piyoda borib kelganmiz baribir. Yaqin bo'lsa misol yaxshi, bu yerda borib kelsa bo'ladi. Gastinisani masofasi Madinada, Makkada qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, Madina Munavvara gastinisamiz markazga joylashgan bo'ladi. 100 metrdan boshlab 300 metr oraliqda joylashgan mehmonxonalar bemalol piyoda kirib chiqib, bemalol kirishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, Makka mukarramada 1,5 kilometrdan boshlab 3 kilometrgacha gastinisa olingan. 4 ta gastinisamiz bo'lsa, 4 gastinisada joylashtiriladi. Avtobusda kiramiz desa, 5 daqiqada 10 daqiqa atrofida kiradigan bo'lsa, piyoda kiraman desa, 10 daqiqada 15 daqiqa atrofida piyoda ham kirib chiqadigan darajada tekis yo'ldan olingan. Bemalol kirib chiqishlari mumkin bo'ladi. Piyoda kirib chiqsa bo'ladi. Ya'ni gastinisani yeb ichish, saharlik iftorliklar o'zimizning o'zbek milliy taom bo'ladi. Ha, yeb ichish Madina Munavvarada ham, Makka mukarramada ham saharlik iftorlik o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Sayohat, ziyoratlar qanaqa bo'ladi aka? Ramazonda shirkat bekitdimi yoki o'zini joyida turibdimi? Xo'p, Ramazon oyida shirkatlar tomonidan, Saudiya hukumat tomonidan ziyoratlari, sayohatlari shirkat tomonidan avtobus berilmasligi e'lon qilib, shirkat tomonidan ziyoratlarga guvohlarni berkitib berildi. O'sha hisobiga ziyoratlar
to'xtatildi. Agar ziyoratlar ochiqdan bo'lsa, olib kelamiz, lekin yopiq bo'lsa, Saudiya hukumat tomonidan bo'lsa, bizni qo'limizda ham emas. Faqat Madina Munavvarada, Makka Mukarramada o'zlaring ibodatlaringni qilib, bemalol namozlaringni o'qib kelishlaring mumkin. 50 boshlaring 14 kun davomida xizmatlaringda bo'ladi. Xo'p, bizni firmamiz tomonidan nimalar beriladi bo'lmasam deydigan narsalarga kamzal, somka, bejik firmamiz lagativ tushirgan beriladi. Qaytib kelishlaringga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Bu firmamiz tomonidan beriladigan narsalarimiz bo'ladi. Bagaj, sumkani ruchnoy kilosi qanaqa ekan? Xo'p, bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Bu aytib o'tganimiz 5 litr zamzamimizdan tashqari. Bu 5 litr zamzamimiz qaytib kelishda bagaji ham bonus sifatida beriladi. Bonus sifatida beriladi. Zo'r. Do'stlar, undan tashqari agar siz o'zingiz uchun kalasga olib olaman deydigan bo'lsangiz, bagajga hisoblamang. Bagajdan addiniy aeroportdan do'stlar sizga hisoblamaydi, yoningizda ketaveradi. Bu kiloga hisoblanmaydi. Immuniy umra ziyoratiga ketayotganda xuddi mana shunaqa narsa bor do'stlar. Xo'p, undan tashqari Aqaba orilgandan keyin do'stlar baribir kimga ergashamiz? 50 boshiga ergashamiz. 50 boshlarimiz xudo xolasa aytib o'tganlaridek birga borib birga kelishyapti. Malakasi aka, eng kami necha yildan beri 50 boshlik qilayotgan 50 boshlar bor? Xo'p, eng kami 2 yildan 5 yilgacha bo'ladi. Tajribasiga ega, 1 yilda kamida 5-10 marta borib kelayotgan, pastdan borib yurgan 50 boshlarimiz bo'ladi xizmatda. 50 boshlar xudo xolasa xizmatda bo'lishadi. Undan tashqari do'stlar, joylarda qanaqa qilib brend qilamiz? Misol biz hozir Farg'onani, Marg'ilonda, ya'ni Glavniy ofisda o'tirgan bo'lsak, Andijonda, Namangandan ko'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, kelaman deydigan bo'lsalaring, pastki nomerda WhatsApp, Telegram bor. Undan lokatsiya tashlab berishaveradi. Yo'q, agar onlayn bo'ladigan bo'lsa yoki siz Rossiyadan ko'ryapsizmi, ota-onangizga podarka qildirmoqchimisiz, do'stlar, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, to'lov usuli dogovor asosida bo'ladi aka. Ha, to'lov usullari dogovor asosida bank orqali, shotdan shotga va yo'nsa karta orqali to'lov qilinadi. Yo'nsa ofisga kelsa, ofisimiz kassasi bor, kassaga to'lov qilib, cheklarni yozib ketishlari mumkin bo'ladi. Bemalol. Zo'r gap yo'q. Undan tashqari aka, agar bitta oiladan ko'proq odam ketadigan bo'lsa, jicha-picha biz kanal nomidan chiqsa, sal bonus qilib berasizlar. Bizni siz kanaldan chiqadiganlarga telefon qilishsa, oilaviy 4 kishi 5 kishi yuqori ketayotganlar, oshna og'ayni yo'nsa o'sha sinfdoshlar ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, bitta nomer orqali chiqadigan bo'lsa, aytib o'tirgan narxlar bo'yicha minus chegirmasini qilib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Aqaba orilgandan keyin aka, misol mana Makka Mukarramaga borgandan keyin baribir Kabatullohda 7 marta tavof qilinadi, sa'y qilinadi, ya'ni umra amali bajariladi. Madina Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga kirish hammani endi borgandan keyin birinchi niyati o'sha bo'ladi. Endi ravzaga kirish bo'ladi. Ravzaga olib kirib chiqish qanaqa bo'lyapti aka? Shu odam ko'p-ku. Xo'p, ravzaga olib kirib chiqishdi. Xudo xolasa biz oldin tashlashtirib qo'yganmiz hisobiga. Xudo xolasa shu kunga jo'natgan odamlarimizni 100% olib kirib chiqaldik. Bundan keyin ham harakat qilib 100% olib kirib chiqishga harakat qilamiz. Endi Ramazon oyida odam ko'payib ketgan hisobiga olib turib, iloji boricha joylarda o'sha ertaroq burun qilgan odamlarga ertaroq tashrif chiqadi. Chunki tashrifga urib qo'yiladi, bilet hisoblanadigan narsasi. Ertaroq olib qo'yilib, Madina Munavvaraga borishlariga ravzaga birinchi ochiribdi maqsadimiz ravzaga olib kirib chiqish bo'ladi. Ayollarga soat alohida bo'ladi, erkakga soat alohida bo'ladi. Alohida qilib olib kirib chiqamiz xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, eshitganlaringdek, gastinisalar masofasi yaqin, o'zbek milliy taomlari, maxsus paket, shafoat paket, oyda boshida ketaman deganlarga narx-navolar, xudo xolasa aloqaga chiqib bundan ham to'liq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Yana qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz bermagan savol bo'lishi mumkin. Buni ham telefon qilib bemalol so'rasalaring bo'laveradi. So'mka Kamzil BJ firma tomonidan qaytib kelganda 5 litrli zamzam suv, undan tashqari u joyga borganingizda o'zingiz ham do'stlar so'mkiz 20 kilo bagaj bo'ladigan bo'lsa, kiyimiz ana boring 5-6 kilo chiqar, qolganiga ham zamzam suv bilan xurmoni bemalol bosib olib kelsangiz bo'laveradi. Xo'p do'stlar, ishonchli, manfaatli video bo'lgan bo'lsa, o'z izohingizni qoldirib, like bosishdan chiqmasin. Inshaalloh kuzatib turinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz narx-navolar, shart-sharoitlar haqida, xudo xolasa Ramazonning oxirigacha bo'lgan, undan keyingi kerak bo'ladigan bo'lsa, reyslar haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz sizlarga. Inshaalloh manfaatli bo'ladigan umidda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytib o'tganimizdek kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.